Assalomu alaykum hurmatli yurtdosh va vatandoshlar, xorijdagi aka-ukalar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun ham bitta video chiqaraylik deb yangi qo'shimcha kataylar qo'shildi. Mana shu ko'rinib turgan uzunligi 2 metr, yoni 80 ga 80 katayimiz ishlab chiqardik bugun. Buni ham o'sha har doimgidek atrofi faner, qo'llari, karmoshkalari bor. Eshiklar ochiladi. Eshigi ham ochildi, yo'q yashigi ham bor. Bu ham ko'rkam chiroqli chiqdi. Bunimizning narxi ham 700 ming so'm. Undan keyin mana 500 ming so'mligimiz bor. Uzunligi bu ham 2 metr, 80 ga 80. To'ni qora xolos. Keyin mana bu eski ideal katayimizga yasadik. Uzunligi 1,5 metr, 90 ga 1 metr. Yana 1 metr. Atrof faner. Qo'llari ham baquvvat. Qumalon joylarga uchun mavjud. Buni ham eshigi katta bo'lgan. Mana eshiklar bilan bitta odam bemalol kirib chiqaveradi. Bunimizning narxi 8 ming so'm. Ne'matda endi hojatxona yasadik hozir. Hojatxonani sotuvga qo'yib, yo'lga joylab qo'ydik. Hojatxonamizni mana 1,5 metr, 1,20 ga 1,13 yoni. Eshikni ochasiz hozircha qulflab qo'ydik, unisi kirib qo'ymasin deb yangi nasari uchun tayyorladik. 1,5 million so'm. Shunda yana bitta marta hojatxona bor zapasimiz. Bu ham 1,20 ga 1 bo'lgan. Bu ham 1,5 million so'm. Uyda xo'roz kataylar bor endi. Qo'shimcha. Xo'roz kataylarning kattasi kichigi deymiz. Kichigali bir xonaligi, 2 xonaligi bor yana. Kimga nima kerak bo'lsa, mana hamma kataylarimizdan bor, xudo xolasa. Mana bu bir xonaligimiz 80 ga 1,15, bo'yi 85, ichi xo'roz turgan joyi. Endi martda yana bitta bor. 80 ga yoni, eshikda kirgan joyini aytaman. 1,20, 1,15 bu ham. 85 dan. Buni hozirgi kunda 500 ming so'mdan beryapmiz. Narigi kichkinadan 400 ming deb 350 ming beryapmiz. O'sha manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshxo'sqa Shabboda +8 90 536 06 31. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar. Takliflar bo'lsa qabul qilaveramiz, zakazlar bo'lsa olaveramiz. Sog' bo'linglar.